alaykum aziz do'stlar. Mana Xudo xolasa boshlagan bektimizda bazal jarayonlar ketmoqda. Shogirdlar gazini bosyapti. Ishni qilsangiz o'yim shogird telefon chiqolmay. Şöyle tortish jarayonlari ketyapti bu yerda. Shunisi. Azotga pravda tortsa bo'limini chiqadi. Tak. Hammasi bo'lmaydi. Katta qilib bo'lmaydi. Bu bektimizda bazal travetni xizmatlariga olganmiz. Romlari hali kelgani yo'q. Bundan foydalanib bazal ishlarni qilyapmiz. Xudo xolasa bu bektimizga ham cho'tki qilib, chiroyli qilib topshirib beramiz egalariga. Bu shogird uylanib olgan. Va mashina toqadan qistirib bosyapti gazini. Telefoncha egamizlar ishini qilishyapti. Xudo xolasa cho'tki qilib bitirib beramiz bektimizda. Shogird bu bazaltni qanaqa qilgan yaxshiroq. Qanaqa qilsa yaxshi chiqadi sifati hamma yo'llari. Pravlarni olganchi? ishlaymiz aka. Ha, pravlarni olganchi? Pravlar nima? Ko'rlikchi. Pravlar nima edi deydi bu ustom yo'lga. Atagan usta. Qaranglar, короче, usta akalar. Pravlarni qo'yapti. To'g'ri kelyapti. Mana tomonini qo'yapman, mana. Ko'ringlar. Taqini qo'ysangiz ham shogird. Mana. Oldi. Bir siloyda chiqaveradi. Aka, bir siloyda chiqadi. Sizlar tepalarga ham yurgizib ko'ringchi shogird. Qayga? Bazalt ezilaveradi deganlar uchun. To'g'ri, bazalt ezilaveradi, lekin kafilkilikdan keyin ezilmaydi. Kafilkilikni ham pravlarga tortsa maqsadga muvofiq bo'ladi, chetga chiqadi. Kafilkilik tortgan joylarni ham ko'rib qo'ydik, ular tekshirib. Farmashtir bo'lmasin. Yaxshi. Xolasa cho'tki. Tojini valnalar bo'ladi. Tak. Bo'limini chiqadi pravlarga tortsa. Qolgan jarayonlarni qo'yib boramiz. O'zingizning uyingizda bazalt qilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatib boring. Bazalt qilish jarayonlarini 0 dan 100 gacha qo'yib boramiz. Xolasa o'zingiz bemalol qilsangiz bo'laveradi, qiyin ish emas. Chetga qilib ip tortib qo'yib borsangiz zo'r chiqadi, xudo xolasa. Bu pilusi ichkarini termozalashsa bo'ladi. Juda zo'r chiqadi, issiq. Qishda sovib ketmaydi, yozda isib ketmaydi. Ham tokdan, gazdan tejaladi bu bek. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Joylarni ham qo'yib boramiz qolgan.